operatsiya bo'layotganmish-da. Operatsiya bo'layotganmish, skalpel. Tampon. Buni olib bering. Qaychi. Buni olib bering. Pop svet o'chdi kasalxonada. Svet o'chgan ekan, turmahal. Hamma qo'l. Voy, endi nima bo'ladi? Hamshira turgan nima bo'ladi? Poqqat svet ketdi. Nima qilsa kasal yo'qmish. Yetibdi hamshiralar. Kasal haq ketdi. Kasal haq ketdi. Qidirib, hamma qidirib o'tganmish-da. Haq ketdi. Doktor turgan joyda xavotir olmanglar. Uzoqqa ketamaydi. Jigar meni qo'limdadir. Kal odamni boshida ikkita birga ko'rishib qolibdi-da. Xatoman ustoz. Gap sovuniga qara. Kal odamni to'xta, Adhamjon. Latipani qulunini qara. Kal odamni boshida ikkita burga ko'rishib qolgan. Kalda soch bo'lmasa, burga nima qiladi u? Bu sal mantiq bo'lish kerak. Gapirishda Latipada. Shu yerda kulishimiz kerak. Shunga hayron bo'ldim. Bo'ldi, yerda to'xtadi deydi. To'xtadi. Mana boshimda burga nima qiladi? Kal odamni boshida. Shpitaliga qo'ydik. Nega erkin sho'rtanaga qo'ygansanlar? Nega xandon pistamas? Boya gapimiz chala bo'lib qoldi. Qovoni urug' emas. Nega menlar sho'rtanaga qo'ygansanlar? Yo'q. Boshida shu sho'rtanaga qo'yganimizda ham juda o'zim xafa bo'lganman, to'g'risi. Nimaga? Nimaga buni qo'yganman deb. Hozir ham ba'zi joylarga borib qolsak, ismimizni aytmaydi. Sho'rtanaga. Mana yaqinda bir joyda bir onaxon menga qarab, "Ana yer yonib ketdi" deydi.